Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizlarga juda ham kerakli va qiziqarli bo'lgan ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat ko'rib tomosha qiling, like bosib, kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Xullas, Matiz avtomobilni tortib olib ketishda yurmayapti deb avtomobil diagnoz qilganimizda gazga premo qo'yib qo'yishibdi. Endi birinchi benzinga yurgani yaxshi, chunki benzinga tezroq o't oladi mashina. Keyin qizigandan keyin gazga o't ketaveradi. Switchlar tok bor, lekin benzin sistemi mana shu kino bo'lib yotibdi mana. Map datchikda kabellar o'ziga premo qilib qo'yilgan. Mana map uzib tashlangan. Eng strashni tomoni buni injektorga yetib olib ketibsizlar hozir. Injektorlar o'sha yura davrida chiqarilgan ekan mana. Mana o'yinga yotibdi bu. Yirtilib dabdalashib ketib sanliklarni, yo sanlik qo'ymagan bunga bilmayman. Benzin asos kompressi mash xolos mana. 0 dan sal ko'tarilgan xolos. Hozir bu avtomobilimizda sizlar birinchi benzin sistemasini hal qilib olamiz. Benzin sistemani hal qilgandan keyin qolgan jarayonni ko'rsatamiz sizga va qanaqa hal qilishligimizni, nima holatda bo'lishini ko'rsatamiz. Avtomobilimiz yana kasali bor ekan, qaynab ketib qolar ekan. Sud graduslargacha, temperaturalari, ventilyatorlar hammasini tekshiramiz. Sizlarga polni ishda boshdan oxirigacha obzor qilib, necha pul rasxod qilinganligigacha ko'rsatib, tushuntirib o'taman do'stlar. Do'stlar, mana injektorlarni olib oldik hozir. Bu mana salninglari o'ynayotibdi mana. Tepa tomoni. Bu yo'q mayli, bu faqat benzin chiqaradi. Bu mashina gazga premo bo'lganda, lekin asosiy aybi oldi tomondagi salninglar ham o'ynayotibdi mana. Bu yerdan havo so'rishini hisobiga mashina o't olmaydi. Chunki gazni o'rniga bu yerdan havo so'raveradi, so'ruvchi klapin. Hozir buni ham polni konkretni chotki holatda qilib chayqaymiz, nasosni yangi qo'yamiz. Benzinga yuzirib, keyin qolgan jarayonlarni ko'rsataman sizlarga do'stlar. Endi bundan buyog'iga havolar sovuyyapti, shuning uchun hamma o'sha benzinning harakatini boshlab qoldi do'stlar. Injektorlarimiz dastlab bu tomonga ko'rsating. Benzinda chayqab yuvib olinadi. Salninglari yirtilib yotibdi, qotib ketgan. Dabdalashib ketgan. Keyin mashinada qaynash natijasida antifriz qolmagan. Umuman yo'q antifriz. Hozir klapanlarda bosimini o'lchaymiz. Agar bosim yaxshi bo'ladigan bo'lsa, motorni ochmasdan turib antifrizni qo'yib, kamchiligini to'g'rilab olamiz do'stlar. Avval injektorda o'z qaynatganini qo'yib, endi apparatga qo'yib tozalaymiz. Do'stlar, endi nasosga navbat. Benzin nasosimizni kobrasi almashdi. Hop, ichini ko'rsatishim mumkin, spichkani yo'q ko'rsataman sizlarga. Ichlari juda yomon ketgan. Qorayib, kuyib, yomon holatga kelib qolgan. Bu tomoni xuddi shunaqa. Ichki qismi. Keyin kabellar ham mana yonib, shteykalar ham dabdalab ketgan. Mana yirilib ketgan nimasi, nasosda nima shilinchasi. Rampersni ham boshqa qo'yib olyapmiz hammasini. Polni o'tido chiqilyapti nasosigacha. Ammo nasosni yangi qo'yishgan ekan, lekin kompress past. Kabellardan to'kash o'tmaganlik hisobiga kompress nihoyatda past edi. Hozir bu tomonini to'g'rilab olamiz. Hozir injektorlarni ham chayqalyapti ichkari tomonda. Injektorimizni ham chayqashdan oldin qozonda qaynatib olinadi. Ya'ni uni qozon ichida qaynatib, undan keyin tepa qismiga olinadi. Mana shu uchtasi o'sha matizimiz injektori sepishlar sekin o'ziga kelyapti. Biz ham 20 daqiqa davomida septiramiz, keyin sepishlar o'ziga kelib oladi va avtomobilimizni klapanlarni tortkizib qo'yamiz. Matarisaga yetib qo'yganmiz, kelishadi xolasa. Klapanlar tortiladi, nasos kompressi o'ziga keladi va antifrizni quvib, nima sababdan qaynayib turganini ham sababini ko'rib, bir qator tekshirib chiqamiz do'stlar. Hozir nasos kompressini to'g'riladik, injektorlar chayqab joy-joyiga qo'yib oldik. Launch operator chayqaldi, qozonda qaynatilgan. Nasosni yig'ib oldik. Xo'p, map datchikda yaqinroq qo'ydik. O'rtada ishlaringga ishonch bo'lmaydi, bir xilda yoqpoq tiqilib bo'lsa, map datchikni noto'g'ri ko'rsatib qo'yadi, mashina benzinga yaxshi yurmaydi. Xo'p, avtomobilda diagnoz qilganimizda ошибкасы vozdux vypskiga bergan, simini tagidan kesib tashlashgan, yashirib qo'yibdi, simini kesib kimdir. Keyin tumanib, mana medachuda ishlarni quvvat ketyapti shu orada. Endi hozir bularni to'g'rilab, klapanlarni hozir motorist bolalar chaqirganmiz, ular kelib sozlab berishadi. Sozlangandan keyin mashina yurgizamiz. Hozir mashinaga suv quvganmiz. Suv ham qolmagan ekan umuman. Suvni quvib, tekshirib, ventilyatorlarni, difuzorlarni, sirkulyatsiyalarni hammasini kamchiligini qilib olganimizdan keyin antifriz quvuramiz. Unga ham o'sha -40 gradusli original qizil antifriz quviladi. Sizlarga qolgan jarayonlarni ko'rsatib, oxirida necha pul so'mmaga bitishliklarini hammasini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, map datchik, temperatura, жидкостьga, birinchi, ikkinchi оборот, temperatura воздухный выпуск ошибкasi yo'qoldi. Do'stlar, mana avtomobilimiz ham tayyor holatga keldi.
O'zi benzin yurib, o'zi gazga o'tyapti. Bu tomonda ko'rsam mumkin. Datchiklarimiz ishlashi. Map datchikda temperatura aqlash yetkazdi. Qaynashini sababi birinchi bo'lib yo'g'ib qolgan ekan. Ularni ham joy-joyiga qilib olib keldik. O'chirtlar boshladi. Xo'p, mashinamiz bizga kelganda qanaqa holatda edi? Bizga kelganda mashina faqat gazga yurar ekan xolos. Gazga premo ekan. Даже gazga ham yurmagan. Kechqurun tortokka tashlab ketishdi. To'rtta uchta svicha qo'yildi. Svichalar umuman tugagan svichalar. Klapanlar qisgan tepa tomoni. Motorsmonlar kelib klapanlar registrovkasini qilib berishdi. Svichalarni boshqa qo'ydik. Map datchikni biz doimo shunaqa yaqinga olib qo'yamiz do'stlar. Buni effekti yaxshida. O'rtada shlenchasi bo'lmaydi. Mana uzun shlen bo'ladi. U narsa bo'lmaganligi hisobiga bu havoda premo surganligi hisobiga map datchik aldanmasdan to'g'ri ishlaydi. Xo'p, vozdux datchik shtekillar bo'lmagan. Ularni boshqa qo'ydik. Ishlatdik ularni. Xullas, avtomobil kelganda cheklari ham yonayotdi. Benzinga umuman yurmas ekan. Injektorda holatini ko'rdilaring. Qotib ketgan. So'rovchi kollektorga kiradigan tomoni ham zazorib qolgan. Tepa tomonda benzin trubkasi tomondagisi ham zazorib qolgan. Xo'p, endi bundan hozir olib tashlangan narsalar ko'rsataman sizlarga do'stlar mana. Qaynab ketishini sababi birinchi oborot yo'q bo'lib qolgan. Bunda 93 gradusda qo'shadi birinchi oborot. Bu ishlamaganligi uchun 98 da qo'shgan. Ungacha qaynab ketavergan mashina. Mana do'stlar, svichalarimizni hozir ko'rsataman sizlarga holatini. Mana bitta qo'limdagi mana bu tomondagi sal normal ishlagan xolos. Qolganlari o'zi qizarib dabdalab ketgan pastki qismlari ham mana yonga chaqib tashlagan hammasi. Relaylarni ham olib tashlaganmiz. Undaqa perdelka narsalar bor ekan, ularni olib tashladik. Benzin sistemani ko'rsatdim sizlarga nimalar olib tashlanganligini. Xo'p, avtomobilimiz kelganda cheklari ham yonayotdi. Kalitni oching. Mana chekimiz yonida, yurgizing. Yurishi bilan chekimiz o'chyapti. O'zi benzinda yurib, boshqatdan o'chirib yuboring. Yurgizing. Benzinda yurib, chal gaz berib oling. O'zi gazga o'tib oladi do'stlar mana. Avtomobilimiz juda ham ajoyib holatda bo'ldi do'stlar. Bo'ldi, o'chiravering. Xo'p, endi bugun ketgan rasxodlar do'stlar. Xo'p, benzin nasos qo'yildi, 90 ming so'm. Antifriz 4 litr qo'yildi. Greta 20 mingdan bo'lishi kerak, ham 80 ming so'm bo'ladi. Injektorlar chayqaldi. Vezrovskiy Pampers shilellari qo'yildi. Klapanlar tortildi. 3 ta svicha qo'yildi. Bitta choynak qo'yganmiz. Shu qo'yilgan narsalar. Greta choynagiga 70 ming atrofida bo'ladi. Svichasini 60 ming atrofida berishdi. Xo'p, bitta qopqoq qo'yib yubordik. Nimasi? Antifriz bachoviga. Qopqoqda 30 mingga, 35 mingga berishdi. Bizning xizmatimiz hammasi bo'lib 400 ming so'm bo'ldi. Xullas do'stlar, sizlarga bu eskiroq mashinalarni ko'rsatishimizning asosiy maqsad eski mashinalarda ham ozgina rasxodini qilsangiz, minib yursangiz bo'laveradi. Bu mashina benzinda hidini ham ko'rmagan ekan. Benzinga akamiz xudo xolasa maza qilib minishaveradi. Do'stlar, sizlarga videoroligimiz ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa va ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.